Toshkentda yagona bo'lgan Hiltonda bitta zavtrak qilish necha pulga tushadi? Bugun amerikalik do'stim Brendon bilan shuni ko'rib chiqamiz. Menimcha Hiltonga borib zavtrak qilishni xohlamagan odamning o'zi bo'lmasa kerak. Bu zavtrakdan Hilton mehmonxonasida yotmasangiz ham bemalol foydalansangiz bo'ladi. To'lovni qilib ichkariga ham kirib oldik. Ko'rib turganingizdek shvedskiy stol, xohlagan narsangizni olib yesangiz bo'ladi. O'zi ham yo'q narsani o'zi yo'q. Biz ham boshda nima yeymiz deb bosh qotdi. Keyin Brendon baliqdan boshlab berdi. Bu amerikalik do'stim dengiz mahsuloti desa o'zini tomdan tashlashga tayyor. Assortiment men o'ylagandan ham anchagina ko'proq ekan. To'g'risini aytsam, hammasini bitta videoga sig'dira olmayapman. Men o'zim go'shtxo'r bo'lganim uchun mana shunaqa kolbaskilardan boshladim. Ichimliklarga ham tanlov juda ham katta. Xohlagan turdagi sharbat, yo'kida suvlarni topsangiz bo'ladi. O'tiradigan joylari ham juda ham sokin ekan. Biz o'zimizga kerakli narsalarni olib bir chetdan joy oldik. Mana bu men olgan narsalar. Bu bo'lsa Brendonniki. Bu yoqdagi baliqlar Brendonga juda ham yoqdi. Aytishi bo'yicha Toshkentda tatib ko'rgan eng shirin baliqlar shu yoqda ekan. Bu taomlar haqida meni ham fikrim ijobiy. Bu taomlardan keyin o'zimizni ozgina to'ymagandek his qildik. Men o'zimga shunaqa shirinliklar. Brendon bo'lsa yaponcha sho'rva oldi. Bu yoqda qoida bitta. Xohlaganingizcha yeysiz, faqat u olmasangiz bo'ldi. Zavtrak har kuni 7 dan soat 10:30gacha davom etadi va bir kishi uchun shvedskiy stol narxi 330 ming so'm. Nima deb o'ylaysizlar? Bu narxga shuncha narsa arziydimi yoki yo'q? Izohlarda yozib qoldiringlar. Bu joyga kim bilan kelib zavtrak qilgan bo'lardingiz? Videoni shu insonga tashlab qo'ying. Amerikalik boladan qiziq videolarni o'tkazib olmaslik uchun Brendonga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqib qolmasin.